Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulchehra onajonim, siz bilan muloqotdamizmi? Sog' va salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi onajonim? Yaxshi, Xudoga shukr. Sizni yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Allohimga behisob shukr. Sizni bemavrid, bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Mehmonlarni kuzatib o'tiribman. Kuzatib yubordim. Minnatdormiz. Har kuningiz mana shunday xursandchilik va to'kin sochuvlikda o'tsin deb qolamiz. Hozirda biz sizga Tabrik Uz loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat, aynalay, rahmat. Sog' bo'linglar. Minnatdormiz. Avvalambor bugungi murodbaxsh seshanba kuni muborak bo'lsin. Yana bir kunni bizga tuhfa etgan Robbimizga hamd va sanolar, shukronalar bo'lsin. Bugun erta tongda shirin niyatlar ila duoga qo'l ochib, Allohdan nimaki yaxshi tilaklar tilagan bo'lsangiz, barchasiga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Rahmat, aynalay, rahmat. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qabul qilgan 53 bahoringiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat, aynalay. Sog' bo'linglar. Siz ham salomat bo'ling. Bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, barcha yaqinlaringiz tomonidan juda ham go'zal va samimiy bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga xursandchilik ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Aynalay. Aha, ismlari? Rufatjon o'g'lim bor, to'rtta qizim bor. Qizlarim ketdi, o'g'lim musofirchilikda, shudirda. Albatta onajonim. Onalarning ko'ngli hech qachon yanglishmasligini yana bir bora guvohi bo'ldik. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, bu dunyoda topgan eng oliy ne'matingiz farzandlaringiz, qizlaringiz Gulandon opa, Gulhayo opa, Dilora opa, Rizqida opa hamda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi, qadrlovchi, jannat bog'lariga yetaklovchi farzandingiz, o'g'lingiz hozirda musofir yurtlarda bo'lgan Rufat akamiz nomlaridan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat, aynalay, sog' bo'linglar. Balajonlarimni Xudo umrini bersin avvalo. Rizqi nasibasi mo'l bo'lsin. Saxovatli insonlar bo'lsin balajonlarim. Hammasiga baxt tilayman. Dunyo turgancha tursin. Ilohim aytganingiz kelsin, qalbingizdagi barcha o'ylagan orzu niyatlaringizga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Onajon, o'g'lingiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini biz orqali yo'llab qolibdilar. Xudo umrini bersin. Bitta o'g'lim 10 taga tortdi. Ilohim aytganingiz kelsin onajonim. Albatta, agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni, tabrik xatlarini siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Rahmat, o'qing. Ushbu dilnomalarni sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hozirda musofir yurtlarda bo'lgan o'g'lingiz Rufat akamiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Rahmat, aynalay, sog' bo'ling. Assalomu alaykum dunyoda tengsizim, mehribonim, qiblagohim, farishta yuzligim, shirin so'zligim, jannat boyligim onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qabul qilgan 53 bahoringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohimdan siz uchun uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilab qolaman. Doimo ko'zlaringizdan quvonch, yuzingizdan kulgu tabassum, qalbingizdan mehr, muhabbat aslo arimasin deb qolaman. Onajonim, mehribonim,
bugun sizga, qalbimdagi hech qachon sizga aytolmagan, yuragimning tub-tubida mavj urib turadigan, sizga aytay desam zabon yo'l qo'ymaydigan, vujudim titraydigan dil so'zlarimni izhor qilmoqchiman. Onajonim, mehribonim, men sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Avvalo sizlardek mehribon, munis, beqiyos ota-onalarning farzandi bo'lganligim uchun Allohimga behisob shukronalar keltiraman. Qizig'i, odamzod salgina og'rib qolsa, dard cheksa darhol onasini eslaydi. Hech bo'lmasa, "Oh, onajon" deb qo'yadi. Nega shunday? Axir onalarning hammasi ham shifokor emas-ku. Otasini, aka-ukasini, opa-singlisini, hatto turmush o'rtog'ini ham emas, aynan onasini eslaydi. Chaqiradi. Insonlar dard chekkanida, boshiga biror musibat tushsa, "Oh, onajon, onajon" deb chaqiradi. Zaboniga birinchi bo'lib ona so'zi keladi. Garchi onasi uzoqlarda bo'lsa-da, kela olmasligini sezsa-da, ozroq mazzamiz qochib, ko'nglimizga qil sig'may qolsa, onamizga qo'ng'iroq qilamiz. "Onajon, mazzam yo'q." Onamiz esa odati bo'yicha vaqtida oldini olmaganligimiz, yupun kiyinganligimiz, vaqtida ovqatlanmaganimiz va hokazo shularni aytib koyiydi, tergaydi, go'shakni qo'yamiz. Negadir yengil tortgandek bo'lamiz. 10 dori berolmagan davoni onaning bir lahzalik kuyinishi, qayg'urishi, mehr davo beradi go'yo. Biz farzandlaringizni oq yuvib oq taraganingiz uchun, go'zal tarbiya berganligingiz uchun, o'zingiz yemay yedirganingiz, o'zingiz kiymay kiyintirganligingiz uchun, yoshligimizda tunlari bedor bo'lib chekkan zahmatlaringiz uchun, bergan oq sutingiz uchun, umrimizning so'ngigacha xizmatingizni qilsak-da, qadrlasak, ardoqlasak-da, tunlari bedor bir kechalik bizga qaragan mehnatingiz haqqini ado qila olmaymiz. Onajonim, qiblagohim, sizdan jannat qarzim bor. Ilohim, biz uchun qilgan barcha mehnatlaringiz, chekkan zahmatlaringiz uchun Allohim sizni jannatlari bilan mukofotlasin. Eng sof tilaklarimdan biri bo'lgan Allohimning bayti, har bandaning orzusi, istagi bo'lgan haj safarlarga borishlik, hoji ona bo'lishlik Ilohim sizga nasib etsin. Inshaalloh haj safarlariga yuborishlik baxti bizlarga ham nasib etsin. Hamma bir-biridan bexabar, najot izlaydigan mashhar kunida bu aziz boshingizga quyosh nuridan-da porloqroq tojlar kiygizishdek buyuk baxt Ilohim bizlarga nasib etsin. Bizning baxtimizga, oilamizning baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. To'kin sochinlikda, tinchlik, xotirjamlikda dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yashashlik baxti sizga nasib etsin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr onajonim deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on gohida rostdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim, yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim, topgan shuhratidan mastdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoyingdan ko'rmadim vafo. Vafo qilmagaydir zabonu zardo, qabrga kuzatar bir qarich mato. Cho'ksang yopishmoqqa xasdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shoxga olovlar qo'yib, yig'lasang foyda yo'q, so'ng to'yib, o'zicha osmonga mosdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo.
Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga ham alishmaydigan farzand ne'matingiz tomonlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma. Biz orqali qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik, quvonch ulashgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz, loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, musofir yurtdagi farzandingizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat onajonim, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Rahmat sizlarga ham aynalay, sog' bo'linglar loya. Onajonlarimga nima deyman? Baxtli, saodatli bo'lsin loya. Sog' salomatgina yursin, meni ham, dadasini ham baxtiga balalarim sog' bo'lsin-da. Xudo umrini bersin. Nimaiki niyat tilagan bo'lsa, niyatlariga yetsin. O'g'lim sog' omongina bag'riginamizga kelsin, nasib bo'lsa. To'y tomoshalar qilaylik iloya. Xudo mehribonim yaxshilaridan bersin. Dunyomiz tinch bo'lsin avvalo, hamma xursand bo'lib yashasin bu dunyoga. Sizlarga ham katta rahmat aynalay. Sog' bo'linglar. Hammani shunday xursand qilib yuraveringlar. Minnatdormiz onajonim, samimiy tilaklaringiz uchun. Boringizga shukr, joningiz omon bo'lsin. Rahmat aynalay. Minnatdormiz siz uchun atalgan musofir yurtdagi farzandingiz tomonlaridan kelgan yana bir sovg'amiz bor. U ham bo'lsa mana shu go'zal tarona siz uchun yangraydi onajonim. Tavallud ayyomingizni ko'tarinki kayfiyatlarda oilangiz davrasida nishonlab oling. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat aynalay. Sog' bo'linglar. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni ona jonim mehribonim tug'ilgan kuni sabab yasharman quna o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgusi bayram baxtimga hamdam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni ona jonim mehribonim tug'ilgan kuni